Uy sharoitida konserva mahsulotlarini iste'molga yaroqli yoki yaroqsizligini tekshirish mumkinmi? Xalq orasida konservalangan pomidor sharbatini tekshirish uchun hidlab yoki ko'rib tekshirib ko'riladi. So'ngra yana shubha bo'lsa, sharbat ichiga archilgan kartoshka solinib, biroz kutiladi. Agar kartoshka qoraysa, bu iste'mol uchun yaroqsiz. Agar kartoshka o'zgarmasa, bu iste'mol qilish uchun yaroqli degan tushuncha bor xalq orasida. Bu usul bir tiyinga qimmat usul. Sababi botulinum toksinining ta'mi, rangi yoki hidi yo'q. Shuning uchun mahsulotning tashqi ko'rinishi bilan ularda toksinlar bor yoki yo'qligini uy sharoitida 100% aniqlashni imkoni yo'q. Ba'zida konservani aniq iste'molga yaroqsiz ekanligini bilish mumkin. Bunda banka qopqog'i shishgan bo'ladi. Eng qo'rqinchli tomoni shuki, banka qopqoqlar shishmagan bo'lsa ham bu iste'mol qilish uchun yaroqli degani emas. Endi kartoshkaga kelsak, odatda kartoshka archilganidan so'ng 10-15 daqiqada qorayishni boshlaydi. Bu asosan kartoshkadagi oksidlanish jarayoniga bog'liq va buni konservaga hech qanday aloqasi yo'q. Bu shuni anglatadiki, kartoshkali test befoyda. Bu o'lim bilan o'ynashish degani. Sababi tasavvur qiling, uyda 20 ta pomidorli konserva banka bor. Undan nechtasi zaharli yoki yo'qligini bilmasdan iste'mol qilish deganidir. Biz necha yildan beri ichamiz, bizda bunday holat bo'lmagan deydigan odamlar ham topiladi. Bu toifali odamlarga javobimiz shuki, ko'za kunda emas, kunida sinadi. Uy sharoitida konserva mahsulotlarini xavfsiz tayyorlashni imkoniyati juda ham past. Sababi botulizm qo'zg'atuvchisi tashqi muhitga o'ta chidamli bo'lib, 100 darajada 6 soat, 120 haroratda esa 10 daqiqagacha tirik qoladi. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.